Assalomu alaykum. Bizning kanalni kuzatib boruvchi do'stlar. Hozir endi asal ovoz bo'g'ilib turibdi. Ana biogomuslarimizni boshladik. Eksport etib yuborib mana shunday xaltalarda. Bular alangani Vichy sorti biogomuslari. Ana haqiqiy biogomus ishini yo'ladi. Yine maydalanib ketadi bu. Şimdi haqiqiy biogomuslarimiz yine shunday elab beramiz. Xudo shukr, yildan yilga biogomuslar klientlar ko'payib borayotir. Xaridorlar ham olib ko'rib ishlatib, pomidora, badrin, montaruzlar ishlatib, daraxtlarni tagina tashlab ko'rib yana olib turibdilar. Baribir ximikatga qaraganda biogomusni effekti yaxshiligini ko'rib, yana hozir bir 400 xaltaga yaqin biogomusimiz bor. Yana meni taxlab qo'ydik. Ular olib ketadilar ertang. Xudo xolasa mana bizani kuzatishda davom eting. Shu mehnatlarimiz uchun har zaman ham bir like bosib qo'yishingizni so'raymiz. Kimga biogomus kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qo'yamiz. Aloqa ochib ko'rasizlar.